aziz bugun mana bunday ajoyib tabiat qo'yniga joylashgan klinikaga keldik. Klinikamizda eng zo'r jihatlardan biri toza havoli joylarda joylashgan ekan. Tabiatlar juda ham zo'r. Klinikamizga kiramiz. Klinikamizga kirishida Al-Rashid Medical Reception joylashgan bu yerda. Kirishda shunday kutib oladi bizni, xudo xolasa. Bu yerda gullar hamda akvariumlar. Shogirdimiz akvarium tomosha qilyapti. Xo'sh, ichkari zonalar juda ham zo'r, xudo xolasa sharoitlar juda ham yaxshi qilingan. Xo'sh, endi mebellarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, klinikamizning ichkari xonalariga bemalol kelgan odamlar dam olish o'tirish uchun stulimiz neobishli holatda, xudo xolasa sifatlariga baho berib berishlar. O'tirganda bemalol komfort holatni beradi hamda eng baquvvat ishlarimizdan har bitta xonaga ikkitadan divan, tumbichkalari bilan kiyim shkaflari tayyorlab berganmiz. Divanimiz ham matraslari eng yaxshidan, divanimiz to'liq bukultka egalarida yig'ilgan. Sifatlar juda ham yaxshi, xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilib beradi. Общий klinikamizda o'zi sharoitlar juda ham zo'r. Bu yerda mana sanuzillarning ko'rsatib ketaman. Sanuzillar, dushlari, rakomelar hamma yo'qni zo'r ishlab qo'yishgan. Shunga yarasha mebellarimiz ham xudo xolasa sifatlar juda ham zo'r. Bu yerda kiyimlarini bemalol ilish uchun vishilkali joyi hamda bu yoqda kiyim taklash uchun har bitta divanda tumbichkalar alohida bor narsalarni qo'yish uchun bemalol stulda o'tirib, bu yerdan tabiat tomosha qilib, xudo xolasa dam olib ketadigan joy bo'ldi. Xo'sh, shunaqangi mebellar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha ma'lumotlar olsangiz bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat.